Amerikanın qoşulma tamojna beji Xitayning Temu va Shein şirketlariga zarba berdi ekan. Amerika prezidenti Donald Trumpning 1 fevraldagi bayonotida Xitoy shirkatlaridan Amerikaga kirayotgan mallarga ustilab 10% tamojna beji oldiganligi jakarlangan edi. Bu yangi tamojna beji 2 fevraldan boshlab yo'lga qo'yilgan bo'lib, buningga asosan burunqi Amerika Xitoy savdosida tamojna beji elinadigan mahsulotlardan tamojna bejini kechirim qilish to'xtaydi ekan. Shuningdek, $800 bo'lgan posilkalarning burunqidek tekshirilmasdan va boj qo'yilmasdan Amerikaga kirishiga yo'l qo'yilmaydi ekan. Amerika taratqulardan CNBC'ning xabariga asoslanganda Trump hukumatining Xitoyga qaratgan bu yangi tamojna beji Xitoy shirkatlaridan Temu bilan Sheinning Amerikada texmo keng bozor tepishiga qattiq zarba berdi ekan. Aloqador mas'ullarning aytishicha, yillardan buyon $800 dan tuvan mallarning chetdan kirgizilib Amerikada setilish miqdori alohida yuqori bo'lganlari asosan Xitoyning Shein, Temu qatorliq to'rda parcha setish usullari ekan. Mutaxassislar har kuni 4 million posilkaning tamojnadan tekshirilmay o'tishini yo'chuq deb atagan bo'lib, Xitoyning arzon baholiq parcha sotuvchilaridan Shein bilan Temuga o'xshash shirkatlarning bu yo'chuqdan foydalanib, Uyg'ur majburiy amgaki bilan ishlangan kiyim-kechaklarni bevosita Amerikaliklarga setishini ayblab kelayotgan edi.